Do'stlar, sabırli bilaman, ko'p vaqt video chiqmadi. Hozir bitta video bilmasdan qo'yardim. Do'stlar, telefon kelib qoldi-da, shunga uzr so'rayman. U video chiqmaganining sababi video qo'yish bo'yicha o'ziga yarasha sabablar bo'lib qoldi. Mana bugungi videoda uy quramiz, mana bunaqa Minecraftda. Keyingi videoda boshqacharoqda quramiz. Qani ketdik unda. Chetlarini 1 2 3 4 bu yoqqa pastdan qanaqa blokdan quramiz? Mana shundan quramiz. Mana shu yetar. Ovozlarga e'tibor bermaysiz. Tashqarida video olishga harakat qildim. Juda katta bo'lib ketdi shunaqa do'stlar. Bunday to'laytiramiz. Mana shunchalik yetar. Men uy qurish bo'yicha yana bitta har tomon har xil video qo'ygandim uy qurish bo'yicha, ammo o'sha sababga ko'ra qo'yilmadi. Rahmat sizlarga. 7 ta like qildi. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Ovozimga e'tibor bermanglar. Shamollaganman. Sal tomog'im og'riydi. Nu kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Yana shunaqa like'lar yig'ib tashlaylik do'stlar. Shatr-shutr yig'ib tashlaylik. Do'stlaringizga ham tarqatib qo'yish esingizdan chiqmasin. Xo'pmi do'stlar? Ko'p payt video chiqmaganining sababi bor. Obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Yana shunaqa bo'ldi. Uzr do'stlar, muammolar bo'lyapti. Ko'p paytdan beri Minecraft o'ynamaganimga shunaqa bo'lyapti. Bunaqa bo'ldi. Ovozlarga e'tibor bermaysiz. Tashqarida video olyapman. Keyingi video PUBG da Lite bo'yicha bo'ladi. Balkim hozir qo'yib qolarman keyingi videoni, ko'p payt video chiqmagani uchun. Balkim qo'yilmas. Ertaga qo'yinglar. Nu, baribir kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Buni. Kommentda yozib qoldiringlar, qayerliksiz? Ovozlarga xafa bo'lmaysiz. Qo'shnimning ovozlari chiqyapti. Sizga qaysi hayvon yoqadi? Kommentda yozib qoldiring. Noto'g'ri. Like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Obunachimiz bu ko'proq bo'lsin do'stlar. Bitta bo'laylik. Do'stlar, iltimos obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Like'larimiz ko'p yig'iladi. Yetarli like yig'iladi, lekin obunachi yig'ilmayapti. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos sizdan. Videolarim yoqadi-ku do'stlar. Videoni ko'rib bo'lib chiqib ketmay, obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 10 soniya vaqt beraman. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Umid qilamanki, obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmadi. Obuna bo'lib qo'ya olmaganlar, keyin
Mana shu video tamom bo'lganda obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yerga ikkita eshik bunaqasiga qo'ysak bo'larmikan do'stlar? Shunaqa zamonaviy uslubda qurishga harakat qilamiz. Yana bitta video qo'ydim, u xato bo'lishi mumkin. Telefon qo'ng'iroq bo'lib qoldi do'stlar. Shunga oxirgacha video ololmadim. U PUBG'da light bo'yicha olgandan. Baribir kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Videolarimni oxirgacha tugata olmayapman. Unga mening xolamlar ko'p telefon qiladi opam oyimga. Shunga video chiqqanda video unaqa nima desam bo'ladi? Telefon bo'lib qolishi mumkin. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Men masalan qishloqda yashayman. Sizlarchi? Yozib qoldiringlar kommentariyada. Video qo'yish uchun mening ko'p vaqtim ketadi. Shunga yarasha like bosib obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Mana kasal holimda video qo'yapman sizlar uchun. Sizlar ham like va obunani jalqa qilmanglar do'stlarim. Endi like bosib obuna bo'linglar. Iltimos do'stlar. Mana uyimiz bitti deyarli. Keyingi videoda qishloqda выживание qilamiz. Sizlarga setlar ham o'rgataman bu Minecraftda. Hozir qo'yib yuborishim mumkin. Bitta videom xato ketib qoldi. Birdan qo'yib yuboribman. Uzr uning uchun. Xato qo'yib like va obunani jalqa qilmanglar do'stlar. Like bosib obuna bo'lib qo'yinglar iltimos. Tezroq bitta bo'laylik do'stlar. Iltimos endi like va obunani jalqa qilmanglar. Mana shu yerga qo'ysak bo'larmikan? Shunaqa qilib. Bu yerga. Mana uyimiz yorug' bo'lib turadi. Sizlardan like va obuna, mendan esa yangi video kontentlar. Uzoq vaqt video qo'ya olmadim. Uning o'ziga yarasha sabablari bor. Ko'proq video olsam ham u video qo'yilmayapti YouTube'ga. Nimaga bilmayapman. Hozir bu bitta video qo'yib yubordim. Qo'ydim YouTube'ga. Undan shunaqa bo'lsa-da u xato ketgan bo'lishi mumkin. Yarmi tamom bo'lib. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Zo'rg'a qo'yapman YouTube'ga video. Do'stlar obuna bo'lib like bosib qo'yinglar.
Sizlarga qanaqa uy hayvoni yoqadi? Kommentda yozib qoldiringlar. Qo'shnimning qo'ylari shunaqa ses chiqaryapti. Obuna bo'lib like bosish esingizdan chiqmasin. Uyda odamlar borda, qarindoshlarimiz kelgan. Shunga uyda video ololmayapman. Juda yomon ses chiqaryapti do'stlar. Do'stlar, mana eshigi qoldi faqat. Mana shu eshigini qo'ysak video tamom bo'ladi. Do'stlar, iltimos like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin degan mana toshlaymiz. Do'stlar, ovozlarga e'tibor bermaysiz. Parranda nima desam bo'ladi? Parrandalar. Mana uyimiz oxirigacha yetdi do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr do'stlar.